Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz Adin Expert'dan xatosi ro'yxatdan o'tish va pul chiqarish tushuntirib o'taman. Videoni o'tkazmasdan ko'ringizlar, tushunmay qolishlaringiz mumkin. Videoga podpiska va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Bu yerda o'rnatganingizdan keyin Adin Expert'da kirish va ro'yxatdan o'tish. Bu ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Bu yerda bir bosqichda ro'yxatdan o'tamiz, tez va oson. Bu yerda do'stlar nima aytilgan bo'lsa barini belgilab chiqamiz. Bu uchalasi belgilangan turibdi. Bu yerga promokod degan joyiga barchasini to'ldirib chiqamiz. Promokod degan joyiga bu yerda ptichka qilamiz. Barchasini to'ldirib bo'lganlaringizdan keyin ro'yxatdan o'tishga bosamiz. Galchani ptichka qilamiz. Bu yerda do'stlar tepaga o'zi ko'rsatilib qo'yibdi. Ko'prik deyapti. Ko'prik belgilaymiz faqat. Mana do'stlar, bu login bilan parolni galereyangizga saqlab qo'ying. Akkauntingiz chiqib ketgudek bo'lsa, bemalol kirishingiz mumkin. Keyingisini bosamiz. Bu yerdan menyuga o'tamiz do'stlar. Mana bu tepada ID, shaxsiy ma'lumotlar turibdi. Bu yerdan qalamchani ustiga bosamiz. Bu yerda do'stlar nima aytilgan bo'lsa barchasini belgilab ishsizlar. Ertaga pul chiqarishda yo pul kirgizishda muammo bo'lmaydi. Bemalol kirgizishingiz mumkin. Bu yerda to'ldirib bo'lgandan keyin saqlashga bosamiz. Mana bu yerda keyin o'zlaringizning ism familiyalaringiz chiqadi. Bu yerda pul kirgizishga keladigan bo'lsak, ключga o'tamiz. Bu yerdan mana bu yer birinchisi pul kirgizish, ikkinchisi hisob to'ldirish. Ikkalasi yonma-yon turibdi. Bemalol to'ldirib chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, o'yinlarga keladigan bo'lsak, bu yerda gamis o'yinlari bor. Kazino va sport. Uchalasidan